Shu aytayotgan gaplaringiz, shu berayotgan maslahat bu sog'lom ommaviy tipdagi bolalar uchun, ota-onalar uchun oladi. Endi man nazarimda, mani amaliyotimda bizga bola keladi, muammoli tashxisga ega bola. Manda og'ir bolalarimiz ham bor. Autis tashxisi bor, zippa, aql zaif, og'ir tashxisli bolalarimiz juda ham ko'p. Mana siz aytayotgan bu chegarani ular ona min bersa ham bola olmaydi. Xuddi shu narsani biz amaliyotdan kelib chiqib, amaliyotdan kelib chiqib gapiramiz. Yaqinda ko'p bo'lmadi. Men bola topshiryapti qizlar, administratorga chiqyapman, xayrlashmayman ota-ona bilan. Bola topshirilyapti, ona turibdi. Kurtkani kiydirib olmayapti ona. Bola kurtka kiymoqchi, qo'lini qilib turibdi, zamot taqa olmayapti deb, bola shoshyapti, chiqib ketgisi kelyapti deb, onani urdi yelkasiga qarab. Shunday urdida, ona nima deydi? "Hozir shoshmay tur, bolam taqilmayapti, tiqilib qoldi" deyapti. Men qarab turibman. Lekin yana uryapti, onasi uryapti, bu tushuntirib gapira olmaydi. Bu og'ir nuqsonli bola. Lekin bola bo'ldi deyapti. Shu onani shoshiryaptiki, bola anaqa chidolmayapti deb qarab turdim-da, shu bola onasi urayotganda shunday qo'lini ushladim. Men bunday qaradim, meni hamda urmoqchi bo'lyapti, itaryapti, qoch debdi. Shu emotsiyamni o'zidan dedim, mumkin emas dedim. Bunday qarayapti menga. Meni urmadi, bunday kelyapti-da, bunday ko'zimga qarab turibman, mumkin emas, ko'rsatyapman. Emotsiyamni bitta ko'rsatdim. Qo'lim bilan bunday stop belgisini beryapman deb, menga kelib qilmayapti, lekin yana onani turtyapti. Shu joyda bois aytgan chegara menimcha yo'q-a? Chegara boyiga ona hoy to'xta, nega meni urding? Bola bo'lmasa menga stop beryapti-ku. Siz aytgan chegarani qo'ymagan. Bera olmagan. Farzand sog'lom bo'lsin, aksida nuqsonlari bo'lsin, har bir uni diqqatini qaratishga harakat qilinsa, farzand diqqatini qaratadi. Uni diqqatini ushlab turish instrumentlari bor, diqqatini ushlab turish mumkin. Mana sizga baribir o'qishga olib kelishadi, shu bolani o'rnini olib kelishadi. Qaysidir ma'noda diqqatini ushlab turib bilamiz shu farzand. Bizni olamiz shu bolani diqqatni ushlaymiz. Aytaman, diqqat ushlash usullari ko'p-da. Albatta diqqat, men ko'zimga qarab turishdan diqqatni aytaman. O'sha boyagi bola menda ko'rdi, stop ko'zimga qaradi. Birinchi mumkin emas bunda. Jahlim ham qilmadim. Jahl ham ko'rsata olmaymiz. Bunda bolaga qarab qildim, bo'ldi. Просто ko'zim bilan men kulgi emotsiyasini bermadim shu bolaga. Endi buni davomi bor. Shu bola shundan keyin ona zamontaq bo'ldi, xayrlashyapti. Men stop degan bolamcha ketayotganimda qildim-da. Menga qarab turib kulib xayr deyapti. Demak, bir vaqtni o'zi shu bola menda ham taqiqlovchi, ham ijobiy emotsiyani oldi menda. Mana sen menga stop deding, senga xayr qilmayman demadi-da. Xursand bo'lib ketdi. Demak, pedagog sifatida bizda shu aytgandek chegarani qo'ya olganmiz. Vaqti kelganda stop mumkin emas chegarasi, vaqti kelganda ijobiy xayrlashib xursand bo'lib chiqib ketyapti shu bola-da. Shu mana shu chegarani oilada qo'yishda shu ba'zi bir holatlarda qiyinchilik kelyapti ota-onalarga. Yo o'zida, yo shu aytgandek oila a'zolari bilan hamjihatlik yo'q-da deydimi? Bola asli sof fitratda tug'iladi-da. Sof oppoq qog'oz timsoli tug'iladi. Qizimga nima yozsak, shuni yozib tug'iladi. Shuni bola aslida sof fitratda tug'iladi. Oppoq qog'oz misoli, nimani yozsak, shuni qabul qilib ketaveradi. Eshitayotgandirsiz, epidemiya bo'lib tarqalyapti. Autizm ko'payyapti, muammoli tashxisga ega bo'lgan bolalar juda ko'p bo'lyapti-da. Shunaqa muammoli savol-javob ketyapti-da. Keladi. Kelin olib keldi, bir kun konsultatsiya qilib, ertasi kuni qayna kelyapti-da. Menga qarang deydi. Ha, desam, shu avlodda o'tadimi bu narsa? O'sha qidirish boshlanyapti-da, undan ayb qidiryapti-da. Avloddan o'tadimi? Menga ayting deydi. Yoki qidirishyapti-da. Nima qilyapsiz? Kelinimni avlodini surishtirmagan ekanman deb, yoki kelin o'zi kelib turib, erini avlodini mana shuni olib ketyapti deb, bu o'sha bu bo'ldi. Farzandli bu bo'ldi. Oila bu narsa qaror qabul qilib, yechimini mana shu qatnashish kerak-ku, masalan, dars ko'rish kerak, lecheniyaga borish kerak emas-da. Bularni aybdori qidiriladi-da. Mayli, bu narsaga biz ko'p chuqurlashmaymiz. Lekin mana shu holatda ham shu kelinga ham shu oilaga psixologik muammolarni hal qilishga shu ma'naviy deymizmi, psixologik chiroyli gaplarmi yoki anaqa maslahat berish kerak-da. Menga onalar kelganda men chiroyli konsultatsiya qilaman-da, albatta farzandini surishtirishdan oldin o'sha oldingi holatda oilasini so'rab olaman, xatling so'rayman, hozirgi kunda nima yeb, nima ichyapsan, sharoiting qanaqalik so'rashga men majburman. Chunki men sharoitdan bola kelyapti menga. Men qiziqqanimdan emas. Chunki mana shu holatda, boladagi holatda sharoitdan kelib chiqib, sharoitda uxlashim kerakdir balkim. Men qo'limda emasdir yoki shu konflikt muhit bordir bola. O'sha narsani men ko'rib, bartaraf qilishga harakat qilishim kerak deb yo'nalish beraman desa, boya kelib o'tiradiki, voy, menga ham psixologik dars o'ting, men
katta psixolog emasman. O'z kasbim doirasida bola psixologlik darajasini qaysi qismlarini ko'rib chiqishim kerak hamda o'shanga aytaman. Men aytayotganim onalarga shunaqa muammoli holatlarda shunaqa darslar deymiz, maslahatlar kerakmi? Albatta, oilada nogironlik tashxisi bor farzand bo'ladigan bo'lsa, bu barcha oila a'zolari uchun avvalo stress. Eng katta stress bu ona-ota uchun. Chunki 9 oy mana o'zimiz ham ayolimiz 9 oy farzandini kutib nuqsonli bo'ladigan bo'lsa, bu stress. Irsiy holatlar ham bundan mustasno emas. Bor, irsiy kasalliklar ham bor. Boyagi gapingizga qo'shimcha qilmoqchiman. Balki qaysidir holatlarda so'rab surishtirish ham kerakdir. Chunki agar irsiyatdan kelib chiqadigan bo'lsa, ketma-ket Keyingisini tug'maslik. keyingi farzandlarda ham bu muammo bo'lishi ozgina muammoli holat keltirib chiqaradi onajonlarda. Ammo ularga psixologik nuqtai nazardan yordam kerak. Faqatgina psixologik emas, bu yerda moddiy nuqtai nazardan juda ham qiyin. Albatta. Masalan, har doim mutaxassislarga uchrashish kerak, ularni albatta yordam kerak bo'ladi. Lekin avvalo muammo kelib chiqdimi, o'zingiz bilasiz. Ya'ni vaziyat bo'layotganingizdek bu bo'ldi. Bu bo'ldi. Farzand tug'ilib bo'ldi. Demak, inson avvalo shu narsani o'zini bosib, shu narsa shu farzand demak menda dunyoga keldi, endi nima qilaman deb keyingi xatti-harakatlarini o'sha bir qaysidir ma'noda sovuqqonlik bilan gapirish osondir, ammo stressga tushib qolmasligi uchun keyingi farzandlariga ham ona kerak. Kimdadir birinchi farzandida bo'ladi bunaqa holat, to'g'rimi? Kimdadir eng kenja farzandlarida bo'ladi yoki yana farzandlari bo'ladi-ku baribir. To'g'ri. Shu ayol onaligini, ayolligini unutmagan holatda ozgina o'zini bosib, keyingi xatti-harakatlarini o'ylab harakat qilish. Qabul qilish kerak. Qabul qilish kerak. Qabul to'g'ri qilish kerak-da. Shuni achinarli holatda bo'ladi. Meni sentrlarimda ishongan har hafta bitta shu muammoli holat. Muammo nimada? Administrator kiradi, yig'lab o'tiribdi oyisi. Keyin kiradi, mana oyisi tushkun kayfiyatda o'tiribdi. Nimaga desam, ikkita ota-onalar o'tirib gaplashib qolishadi. Aytishadi, mana bolam gapiryapti, mana bolamda so'z chiqyapti, bolam tushunyapti deydimi? Sras boyagi anaqa ota-ona tushadi. Yig'lashni boshlaydi-da. Masalan, mani bolam nimaga bo'lmayapti, men bolamda chiqmayapti. Aytaman, shuni olib kirib ketib, nima yig'layapsiz? Mana men bolasi gapiryotgan ekan, buniki qilyotgan ekan, nega meni gapirmayapti? Aytaman, shunda buni tashxisi boshqa, buni kelayotgan vaqti boshqa, bunda yengilroq turi ketyapti. Sizniki boshqacharoq aytolmaymiz, sizniki og'ir deb ko'ngli tegolmayman. Chiqamiz, vaqti bor-da. Keyin ana savol bor. Odam bo'larmikan? Savol gap qarang, ko'pincha aytadi. Odam bo'larmikan? Yaxshi bo'lib ketarmikan? Bu odam-ku. Ayta olmayman shu paytda, aytaman, o'zi oyijonsiz deyman, o'zi bu farzandingiz-ku, buni qabul qiling. Qabul qilganman deyshadi, lekin 2 kundan keyin yana tushkun kayfiyatga bo'lib, mana shu savolchi meni o'ylantirdi. Odam bo'larmikan? Yana bitta bu kavchka deymiz, ammo qo'l ostiga olib ketaman. Onalar keladi, chetda bolam jin emasa, jin emasa, mana shu gap bor-da, buni qo'pol bo'lsa ham aytamiz, jin emasa yaxshi bo'lib ketadi deydi. Bizda shunaqa joyda men ikki tomonlama ham bolani ham onani ko'tarib qo'yishim kerak-da. Beramiz, motivatsiya beramiz, tushuncha beramiz, lekin shunda aytamanki, yaxshi bo'ladi, qachonki buni qilsangiz. To'g'rimi? Jamiyatimiz ham qabul qilishni o'rganish kerak-da. Bu onajonlarni bizni to'g'ri yo'lga solib chiqarib yuborganimiz bilan ko'chada yurganda o'zimizda ham holatlar bo'ladi, ajoyib qarashadi farzandlarga. Shuning uchun har bir onaning vazifasi deb hisoblayman. Mana onamiz, farzandlarimiz bor. Farzandlarimizga boshqa ona imkoniyati cheklangan farzandi bilan ketayotganda bu tabiiy holatligini agar biz farzandlarimizga kichkinaligidan uqtira olsak, ya'ni ularni ajratish kerak emasligi. Alloh tomonidan berilgan farzand asli Alloh tomonidan berilgan ne'mat, omonatdir. Qay holatda berishni Alloh o'zigina beradi. Demak, siz tanlangan onasiz. Shunaqa farzandga mehr berib, shunaqa farzandga qarayotgan onajonlar avvalo inshaalloh Alloh jannatlari bilan siylasin. Ammo jamiyatimiz ham shu farzandlarni to'g'ri qabul qila bilsa, shu ayolligi ancha oson bo'ladi. To'g'ri.